Linoning sayohatlari 3-qism, 2-part. Mana 2-part ham chiqdi. Kimlar kutgan? Eslataman, bu asal tarjima emas, hid qilishingiz shart emas. Ko'ngil ochish uchun. Shunday. Ana endi to'g'rilandi. Ko'ryapsanmi? Bu to'g'ri. Va nihoyat men ham qilib bo'ldim. Men epladim. Hammasi joydami? Bu narsani zo'rg'a qildim. Qanday joyda bo'lmasligi mumkin? Kutilmaganda yomg'ir. Nimaga? Bu narsani zo'rg'a qilgan edik. Yomg'ir yog'maydi. Yomg'ir yog'ishi ham mumkin-ku. Havo ochiq turibdi. Undan ko'ra menga yordam ber. Bunga qara. Qari uyqusirayapti. Baribir kelibsan-da. Ha, keldim. Baribir kelibsan. Nega kelding? Meni yo'qotishding. Steylarga salom yo'lla. Ha? Chan. Salom, men Chanman va endi turdim. Lekin yana uxlashni xohlayman. Bu yaramaslar meni uxlatishmadi. Qayta uyg'otishaverishdi. Men uyg'otmadim? Ha, shundaymi? Men unda ketyapman. Qayerga ketyapsan? Shu yerda o'tir. Bularni bari sen uchun qildik. Rostdanmi? Ajoyib. Qani kimni ko'ryapsanmi? U dog' bo'lgan. Juda ham qiynaldi. Endi yeguliklarga o'tsak, Chan kelgan ekan, yeguliklarni yeyishimiz mumkin. Shunday ekan, yeguliklarni yeymiz. Vau! Ularga qarang. Bu yerda nimalar bo'lyapti, men ham bilay. Samg'upsal va boshqa yeguliklar ham bor. Bu nima o'zi? Bular nima qilyapti? Nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Tushunmay qoldim hech narsani. Men qo'limni yuvib kelay. O'choqqa o't yoqamiz. Qani ko'mir teramiz. O't yoqamiz. Chani qariya zo'r ekan. O'tni bittada yoqdi. Vau. Bu juda ham ajoyib, to'g'rimi? Ha, qariya sen zo'rsan. Qani olovga yaqinroq o'tiringlar. Men ovqat pishirishni boshlayman. Voy, qani yana boshladi. Meni so'lim yaxshi turmayapti. Men buni otib yuboraman va boshqasini. Mana shuni olaman. Mana shunda o'tiraman. Mana shunda o'tirganim ancha yaxshiroq. Ancha qulay. Nargindan ko'ra. Qani shamollat. Voy, bu nima qilyapsan? Hamma yoqda bo'lib ketdi. Yoqding deb o'ylagan edim. Nima? Yonmayaptimi? Bu narsani 3 marta qildim. Yonmayapti. Jim bo'l. Senga qilaman hozir. Voydat, gapirishni bas qilinglar. Mana va nihoyat o'tni ham yoqdik. Mana. Olov yondi. Va nihoyat ovqatlanishimiz mumkin. Biz ovqatlanamiz. Chan bizga ovqat pishirib beradi. Yo'q, go'sht pishirib berar ekan. Chan, sening zo'r oshpazsan. Aydildan ko'ra oshpaz bo'l. Ovqat juda ham yaxshi bo'libdi. Axir buni men qildim-da. Ha, chindan ham bu bilindi. Qani olinglar, qani boshlaymiz, yeya qolaylik. Qorin ham ochib ketdi. Qani stey? Bunga qarab, bu juda ham mazali. Gapirishni bas qilib yeya qolinglar. O'zing gapiryapsan. Go'shtga qara. Bizni bunday o'tirishimiz steyga qiziqmikin? Menimcha ham qiziq. Sen nima qilyapsan? Men shunchaki hammasini birlashtirib yeyapman. Bu juda ham mazali ko'rinyapti. Vau, rosa ham mazalimi? Juda ham mazali. Chindan ham bu juda ham ajoyib. Vau, sen pishirgan ovqatlar juda ham zo'r. Chan pishirgan ovqatlar juda ham zo'r. Channi ovqatlarini juda ham yoqtiraman. Menga ham yoqadi o'zimning ovqatlarim. Bu juda ham mazali. Kamroq gapirib ovqatlansa bo'lardi. Chuchvaralarda achchiq sous bilan yeyish juda ham mazali. Koreyslarga bu juda ham yoqadi. Vau, mayonez ham qo'shamiz. Xo'sh, qani olinglar bittadan yeb ko'ringlarchi, qanaqa chiqdi ekan. Han, ola qol. Bu juda ham mazali. Chan olchi. Vau, bu achchiqqina va shemazaku. Chan, go'shting pishdimi? Biz nima qilyapmiz? Rasmga olyapmiz. Sen ham rasmga olaman. Men ketaman. Hammalar ham yoni yesanlar. Yo'q, sen ham shu yerda qolasan. Xo'p, mayli, unday bo'lsa men ham qolaman. Qaytarib o'taman, bu asl tarjima emas, shunchaki o'ylab topgan gaplarim. Achchiqqina
va mazali lamyon. Bu yerga bitta qiz bo'lganida juda ham zo'r bo'lar edi, ayniqsa Yuna. Yuna? Yuna kim o'zi? Men uni tanimayman. Lekin mushuklarim bo'lganda yaxshi edi. Mushuk? Yoningdagini o'yla. Sundunduri, 3 ta mushuklarim va men, Hansen. Biz xuddiki 3 ta mushukka o'xshaymiz, rostdanmi? Lekin baribir ham Yuna bo'lganda zo'r bo'lar edi. Da, sen meni Yunamni taniysanmi? Menimcha men tanimayman. Yuna xuddi shu lamyon kabi juda ham mazali va chiroyli. Yunamni tasavvur qilib, buni yeyman. Bu juda ham mazali. Wow, meni Yunam chiroyli. Ana bu yerga o'taylik, zerikdim bu yerdan. Da, o'tamiz, ketdik. Hanmuz uchun o't yoqyapti. Lingardium ne bo'lsa? Qani o't yon. Yona qolsang-chi endi. Yon dedim. Sen yo'qolmayapsan. Bugun hech narsa o'xshamayapti menda. Yona qol, yon dedim. Voy, yona qol. Ana va nihoyat yondi. Va nihoyat bir narsa o'xshadi. Uchalamiz maza qilib o'tiribmiz. Baribir Yunam kerak. Yuning kim? Oddiy olovdan ham shunaqa o'xshasam bo'lishi mumkinmi? Yosh bola. Shu olovda Yunani ko'rganday bo'lyapman. Qani men ham seni oldingda ko'raychi. Bu yerda hech narsa yo'q. Men zerikdim. Biroz suhbatlashib ketamiz uyga. Qani o'ynaylik. Yuna haqida senga aytganmidim. Yuna kelajakdagi xotinim. Nima deyapsan, ey? Men hozir afsungarlik qilib uni chaqiraman. Sen o'sha qiz haqida gapiryapsan, shundaymi? Doim seni yoqtiradigan va nima bo'lyapti? O'sha qiz haqida, to'g'rimi? Seni voy nima yana? Gap qo'shmay tur. Gapirib olay. Ay boshim, nima qilding? Qani tura qochi? Buni qaranglar. Yosh bolaga o'xshab o'ynashiga qara. Qariya yosh bolaga o'xshaydi. Cho'g' o'ynama, kechqurun yeb qo'yasan. O'ynayveraman. Yuna yo'q qoldimda. Voy yana Yuna deydi-ya. O'chirib qo'yding yana. Nima qilamiz endi? Yeymizmi? Yo'q. Olov yoqamiz. Qani olov yonyapti. O'chdi. Olov yonyapti. Kimdir fudasin? Hamma narsa tugayapti. Tugayapti. Olov. O'chdi. Yana o'chib qoldi. Yoqamizmi? Yoqamiz. Olov yonadi. Qani, meni gap qopim tugadi. Bu ham tugadi. Xullas, shunaqa gaplar. Tarjima yoqdimi? O'zim shunchaki qisqa ovozlashtirdim. Yozaymi, yozmayman. Menimcha yozib qo'yarman. Xo'sh, keyingisi qaysi bo'lar ekan? O'rtadagi qaysiligini bilmayman.